Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Islomlik bo'lib YouTube kanalining 10 minutda koris til loyihasining ilk grammatika video darsligida ko'rib turganimdan g'oyatda xursandman. Bugun biz imnida va imnika grammatikalar haqida video darslik qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Kelajakda biz bundan ham ko'proq grammatikalar haqida va topik test tahlillarini 10 minut ichida qo'yib tahlil qilib boramiz. Bunda biz video darslikni boshlaymiz. Xo'p, imnida va imnika grammatikasi. Biz grammatikalar o'rganishdan oldin bitta narsani bilib olishimiz kerakki, o'rganayotgan tilimiz bizni ona tilimiz ustiga quriladi. Bunda nima demoqchimanki, biz koreys tilini o'rganishni boshladikmi, avvalambor biz o'zimizning ona tilimizni grammatikalarini yaxshi bilib olishimiz kerak. Ot nima, sifat nima, olmosh nima, fe'l nima, o'sha narsalarni yaxshi bilib olishimiz kerak. Grammatikalarni vazifalarini yaxshi bilib olishimiz kerak. O'shanda biz koreys tili grammatikalarini tez o'zlashtirib olamiz. Agar o'zimizni ona tilimiz grammatikalarni yaxshi bilmasak, biz sal qiynalamiz grammatikalarni o'rganishda koreys tilida. O'shaning uchun koreys tilini boshlashdan oldin o'zbek tilida grammatikalarni ozgina takrorlab, qaytarib olishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, unda keyingi imnida grammatikasining qonun-qoidasini ko'rib chiqar ekanmiz. Imnida darak shakli bu qo'shimcha oxiriga qo'shilib, gapni tugallash uchun xizmat qiladi. U juda rasmiy va hurmat uslubida qo'llaniladi. Ma'nosi budir yoki men, man ma'nolarini beradi va harf tanlamaydi. Bu yerda aytmoqchi bo'lyapman, budir. Ya'ni gapimizning ma'nosi, konteksti bu bilan boshlansa, oxirida dir degan ma'noni ko'proq beradi. Ya'ni bu ruchkadir, bu sumkadir, bu uydir, bu ko'chadir deb aytmoqchi bo'lsa, ya'ni gapimiz konteksti bu bilan boshlanadigan bo'lsa, oxirida dir degan ma'noni ko'proq beradi. Endi men bilan boshlanadigan so'zlar, ya'ni men o'qituvchiman, men o'quvchiman, men haydovchiman. Ya'ni gapimiz konteksti men bilan boshlansa, oxirida man degan so'zni ma'noni ko'proq beradi. Va bu yerda pastda bizni namunamiz bor. Haksing emnida, ya'ni talabaman, talabadir degan ma'noni berar ekan. Xo'p, endi imnika so'roq shakli hisoblanadi. Bu imnidaning so'roq shakli bo'lib, biror narsa yoki shaxs haqida so'rash uchun ishlatiladi. Tarjimasi misiz, mi ma'nolarini beradi va harf tanlamaydi. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, biz rasmiy savol bermoqchi bo'lsak, imnika bilan savol beramiz va imnida bilan javob beramiz. Ya'ni rasmiy joylarda biz imnika grammatikasini qo'yib savol berishimiz kerak va imnida grammatikasini qo'yib javob berishimiz kerak. Ya'ni o'sha so'roq gap, darak gap bo'lyapti. So'roq gapda bu yerda oxirida imnikani qo'yamiz, darak berayotganimizda imnidani qo'yar ekanmiz. Tushunib oldikmi? Xo'p, burada namuna uchun so'zlar. Bunun songsinim imnida. Men ustozman. Burada darak gap bo'lyapti. Endi so'roq gap. Haksing imnikka? Haksing imnikka? O'quvchimisiz? O'quvchimisiz? degan so'roq gap bo'lyapti. Ya'ni bu yerda darak gaplardan qonun esa imnida. Men shifokorman degan so'z bo'lyapti. Bu yerda yana narsaga e'tibor beramiz. Ya'ni bu yerda piyib harfidan keyin mim kelsa, piyib harfi m deb talaffuz qilinadi. Ya'ni qonun esa imnida yoki m deb talaffuz qilamiz buni. Esdan chiqarmaymiz. Yana so'roq gaplardan. Hevitsonimlikka firma ishchisimisiz degan gap bo'lyapti. Bu yerda mashq uchun so'zlar bor ekan. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu mashqni siz daftaringizga yozasiz. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu yerda so'zning oxirida so'roq gaplar turibdi. Demak, bu yerda biz so'roq gap tuzishimiz kerak ekan. Tepada bilib oldikki, so'roq gap qilish uchun qaysi grammatikani qo'yishligini bilib oldik. O'shani qo'yib daftarga yozamiz. Slaydni men Telegram kanalga tashlab qo'yaman. O'sha Telegram kanaldan ko'rib, yuklab olib, daftaringizga mashq qilasiz va imnika grammatikalarini mustahkamlaysiz. Va bu yerda bergan so'zdan foydalanib, imnida yoki imnika bilan gaplar tuzamiz. Buni ham daftarga qilamiz. Ya'ni bu yerda chobun songsinim bu yerda so'roq gap va darak gaplar qilib tuzamiz va bu yerda gapimiz konteksti chobun anavi kishi ustozdir yoki ustozmi deb, ya'ni imnida yoki imnikani qo'ysak ham bo'ladi. Bu narsani daftarga yozib mashq qilamiz. O'shanda grammatikani tushunib olishingiz yaxshi bo'ladi. Va keyingi slaydga o'tamiz. Bu yerda
to'g'ri grammatikani belgilang. Ya'ni bu yerda so'zlar berilgan. Ya'ni so'zlarning kontekstiga qarab imnida yoki imnika qo'llanishini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda birinchi namuna xonim akseng, ya'ni bu yerda ma'no kelyapti. Men o'quvchiman deyishim kerak. O'shaning uchun men imnidani qo'yaman. Ya'ni darak berishim kerak. Ya'ni bu yerda imnikani qo'ya olmayman, chunki ma'no to'g'ri bo'lmay qoladi. O'shaning uchun imnidani qo'yaman. Ikkinchi, Igosun mod. Bu narsa nima? Endi bu yerda savol shaklida bo'lyapti gapimiz. Bu yerda faqatgina imnikani qo'ya olaman, imnidani qo'ya olmayman. Shu tarzda gapning kontekstiga qarab, grammatikalarni to'g'risini qo'yib, daftarga yozasiz va yozib, menga tashlab bersangiz, Telegramda men uni tekshirib, sizga javobini aytaman. Boya aytganimdek, bu slaydni men Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, mana shu joyda imnida va imnika grammatikasi haqida video darsligimiz o'z oxiriga yetdi. O'ylaymanki, siz imnida va imnika grammatikalarini yaxshi tushunib oldingiz. A, Unday bo'lsa, darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va keyingi darslarda ko'rishguncha, keyingi grammatikalarni ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.